Germaniyaga endi kelganimda bularni transport sistemalarini ko'rib juda ham havasim kelgandi. Juda ham yaxshi ekan. Odamlar mashina olmasa ham bo'lar ekan, yaxshi ekan, qulay ekan deb o'ylagandim. Lekin endi fikrim o'zgaryapti. Baribir mashina olish kerak ekan, chunki transport sistemasiga, ayniqsa poyezdlarga ishonch yo'q ekan. O'tgan hafta juma kuni ishdan qaytayotganimda, o'zi ishim 15 minutlik yo'l uygacha poyezd bilan, lekin 2 soat va 15 daqiqada yetib keldim vokzalga. Chunki 2 soat yo'lda to'xtab qoldi, yurmadi umuman. Qanaqadir nosozlik bo'lganmi bilmayman. Xullas shunaqa to'xtab qoldi, yurmadi. Keyin kecha Hamburgga borgandim, qaytishda o'zi plan bo'yicha vokzalga, o'sha yashayotgan joyimga soat 10 da kirib kelishim kerak edi, lekin soat 11 da kirib keldim, 1 soat kech. Chunki poyezd yana yo'lda 2 marta to'xtab qoldi va yurmay qoldi. Qanaqadir nosozlik deyishdi. Xullas bunaqa nosozliklar juda ham ko'p uchrar ekan. Va keldim, vokzaldan keyin uyga kelishga yana bitta anaqa tramvayda kelishim kerak, lekin vokzaldan kelib tushdim, qarasam soat 11 bo'lgan ekan va o'sha tramvaylar yurmas ekan 11 dan keyin. Keyin vokzaldan uygacha qorong'ida bir o'zim qo'rqib piyoda keldim. Ham bu yerda mashina olsa ham unchalik qimmatga tushmas ekan, chunki bitta hamkasbim, o'qituvchi hamkasbim 6 oy ishlab, pul yig'ib bitta mashina olibdi.